Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Uzayba. Bugun sizlarga mushuk nemisqa chashqan yeydigan bo'lib qolgan degan mazmunni o'qib berma. Mushuk nemisqa chashqan yeydigan bo'lib qolgan. Burunqi zamonda bir tevibning ashliq yemek içmek ambirida chashqan ko'payib ketibdi-da, ashliq ashliqlarini o'g'irlab zidilar aram vermepti. Tabip her xil amallarni qilib baqqan bo'lsa-mu, chashqanni yo'qotolmabdi. Nima qilishni bilolmaydi. Tehdit bo'lib o'tirgan bir mushuk tipi tabibning oldiga kelib kasalni davomlab qo'yishni talab qilibdi. Nima kasaling bor? Deb so'rabdi mushukdan. Nama namoyishim qarog'usi bo'lib qoldim. Kunduzi ko'zim yaxshi ko'rdi. Qorong'u qorong'u tushib bilanda hech nimani ko'rolmayman, debdi mushuk. Tabib o'tirib tekib to'xta ashliq ashliqimga orom bermayotgan chashqanni mushuk aldir. Tush orqali qo'y- qo'yaqmi qo'yaqmaymabdi deb o'ylabdi-da, qo'shaloqda so'zlashga boshlabdi. Ura, birodar, buningdan menda boshqa dori yo'q. Bo'lsa chashqandan bir necha tutib yegin. Chunki boshqa degan bu kasofat kasofatning ko'zi o'tkir. U qorong'uda timshiqlab yurib, o'rin tepib yeydi. Balkim sana chashqan paydo qilib qolar. Bizdan mushu ambardalar chashqanni to'la nima yo'q, sinab boqamsan? Ma'qul, debdi mushuk. Shundoq qilib mushuk ambarda birar oygacha chashqan tutibdi. Qarasa o'zimu semirab ko'zimu xiyla ro'shanlashib qolgandek bo'pti. Shundan keyin mushuklar chashqan tutib yeydigan bo'ldi ekan.